Kelgusi 2 hafta ichida bo'lmaydi deganda 7-8 kilo ig'irligimni tushirib olgan va tez suratda degan do'stlar, ma filmni cho'qim ko'ring. Men qanday qilishini deb beraman. Cho'qim oxirigacha ko'rib chiqing, juma bir tal yurak berib saqlab oling. Birinchisi, kunda tuz iste'mol qilmaymiz, tamoq tuz qatmaymiz, dori-darmonlarni qatmaymiz. 2,5 litrdan 3 litrgacha suv ichimiz kunda. Bu birinchisi. Ikkinchisi, kunda asos oshqlavag'o, un, guruch deganlarni yemay, xongshu, qo'noq, kavo deganlarni yeymiz. Kunda yegan jami miqdor 2 mushtumdan ichib ketmasi kerak. Uchinchisi, go'shtga to'qining mayda go'shtini yeymiz. Sayko'ktat bilan go'shtni suvda pishiramiz. Juma tuzni kontrol qilamiz. Agar asos ochliqqa 2 mushtumdan ichib ketmaydi, to'qining mayda go'sht bilan sayko'ktatni suvda pishirib yeymiz. Andan kunda 1 soatdan to'varak, yenigirak bir yo'yang shulan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ig'irlik vash tushadi juma. Xotirjam bo'ling. Ammo buning 70% asosiyatdan badandagi suv bilan badandagi muskullar chiqadi. 2 haftadan keyin siz normal tamoqatingiz qaytib kelsangiz, ig'irlik vash o'rlaydi. Texim oson samirsiz, texim oson samirdigan tipdan bo'lib qolsiz, suv ichsangizmi samirib ketsiz. Nimishqa? Chunki siz bu 2 hafta suv bilan lablashdingiz. Siz ma fan texnikaga uyg'un ilmiy usulda sog'lom o'riqlandingiz. Sog'lom o'riqlayman desangiz, unda tez bo'lmaydi. Nimishqa? 1 kilo yog'ning issiqlik kaloriyasi 7700 kaloriya bo'ladi. Agar siz bir kunda hech nima yemay yurgansiz, 100 kilometrdan bo'lmaydi deganda 120 kilometr yurgansiz, anandan sarf qila olasiz. Yoki bo'lmasa bo'lmaydi deganda 30 taqsil lag'manning xemirini oz yeysangiz, anandan sarf qila olasiz. Hattoki, mushu 1 kilo yog'ga odam badanidagi bo'lmaydi deganda 2 tonlik kichikroq mashina vog'i shu mayni ko'ydirib 10 necha kilometr yo'l mang'alaydi. Boshqa odam unda tez sarf qila olmaydi mayni. Kunda 10 gram, 20 gram, 30 gram mushinchilik tilam chuda undan tez bo'lib ketmaydi. Ba'zi badan chiqaraq suv yig'ilib oldi, kayfiyatlar nachar bo'lib qolsa, tuzliroq narsa yeb qolsa, yoki bo'lmasa cho'ng taratlar teshig'i chiqmay qolsa, kundalik ma u yog'dan tushgan 10, 20, 30 gramlik ig'irlikni ma cho'ng tarat yoki bo'lmasa badandagi suv ustiga besilib, ba'zi ig'irlik tushmay turib oldi. Shun o'riqlash degan tushdi, to'xtab qoldi, sal o'rlab oldi, yana tushdi. Manda qalaymi qaraq, manda bo'ding sheng, to'lqinsimon tushdi pastga. Biroq oxiriga tushib ketmaydi. Odat 60 kilo atrofidagi qizlarniki bir oyda 2 kilo may seyrildi badandan. Jihvosa 70-80 kilolarning bir 3 kilo atrofida, 100 kilo atrofida bo'lsangiz, endi bir 5-6 kilo ig'irlik tashishi mumkin. Bu mana odam badanidan qonuniy kelgan, to'g'ri kelgan bir surat. Nimish qilasiz, yana asos osh qilmay to'qinolmaydi go'shi, sayko'ktatlarni suvda pishirib o'zingizni qiynab, 2 haftalik ham ig'irligingizdan tushganini ko'rib xo'sh bo'lib, undan keyindan fantan bo'lib ketib, yana texim samirib ketib. Unda qilmang, o'zingizni tutib oling, unda qilmang. Osti tushsin mayli emasmi? Chunki badanning qonuniy tushi tursa, badaniga mana shu osti kuydigan qilib yaralgan tursa, sizmi tez samirib ketmagan-ku? Bir kunda 5 kilo ig'irligingiz ishib ketganmi? Bilib-bilmay samirib ketgan bo'g'aytingiz, unda qilmayli. O'zimizni sal tutib olaylik, o'zimizni turmizaylik. Ilmiy usulda asta-asta mansaq, eng oxirida o'riqlaymiz, asta bo'lsinmi? Ondan qayta samirib ketmaymiz. Gapim tushunish bo'ldimi? Billa g'ayrat qilaylik.